Men aytyapmanki, yana yilga xudo xolasa tinchlik bo'lib turib, ko'zim ochiq bo'lsa, shunaqa kartani yana bitta seli sotib olsam, to'g'risi olaman maksimum. Bor yo'q 50 kun bo'lgan. Bo'yi xudo xolasa mana odamning bo'yidan ancha baland bo'lgan. Maximus F1 urug'ini bergan edik. Shuni dempoliyasidamiz. Xudo xolasa bo'y o'sishlari vegetatsion davrida juda o'zini yaxshi ko'rsatyapti. Aka, bu urug'ni sizga nisbatan qaysi tomoni ma'qul keldi qaraganda? Avvalambor assalomu alaykum, hurmatli chorvadorlar. Bizaga ma'qul kelgan joyi hamma tomonlama zo'r, bariklari nisbatan qolgan firmaga nisbatan zo'r, haqiqatdan otasiga rahmat. Yana bir marta aytaman, stoykalar vobshe zo'r. Uncha-muncha ko'chatinglarni, uncha-muncha firmalarni orqada qoldiradigan ko'chat ekan. Keyingi yilga maslahatim ekinglar. Xursand bo'lasizlar. Chinozdan biz, xavotir olmanglar, yolg'on gap yo'q. Mana shu bolalarning otasiga rahmat. Bizaga shu urug'ni taklif qilganiga rahmat. O'tgan yili ham 958 ekdik, shuning uchun bordik. Bu yil shu bolalar shu urug'ni bizaga ma'qul ko'rishdi. Biz shu urug'dan ekdik. Ko'chat mana xudo xolasa 50 kunlik ko'chat. Uzunligi 3 metr kamida.